Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar va bizni kuzatuvchilar. Mana bugun biz Qarshi shahridagi Oydin mahallasida joylashgan Novostroyka domimiz 5 etajli domni 5-etaj, ya'ni bir xona uyini obzorga kelganmiz. Mana bu uyimizning kirib kelish qismi hisoblanadi. Mana bu pod'ezd eshigi, eshiklari ham juda yaxshi. Eshikdan kirgandan so'ng o'ng tarafga xuddi mana shunday xonamiz bor. Yevro remont qilingan, pardalari, gilamlari, hamma narsasi qoladi. Lyustralari ham juda chiroyli ekan. Uyimizda umuman muammosi yo'q, issiqqina, bu kommunikatorlari bor. Keyin mana bu yerda sanazor qismimiz bor. Ventilyatsiyalari bor, hamma narsasi ishlaydi va to'g'riga kelganimizda mana bunday oshxonamiz mavjud. Oshxonamizda ham hamma jihozlari bor. Mana bu kommunikatorlarimiz ishlab turibdi. Issiqqina, suv, gaz, svetdan umuman muammosi yo'q uyimizda. Uyimiz 5-etajda joylashgan bir xonalidan iborat uyimiz. Hamma narsa qoladi, yevro remont qilingan. Uyimizning narxi 235 million so'm, kami yo'q. Oxirgi savdosi shu. Ikkilamchi kreditga ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin.